Elektromagnitlarni tadqiq qilish. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz elektromagnitlarni tadqiq qilish. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz uchun kerak bo'ladigan asboblar universal tok manbai, shtativ, kalit, qulovchi simlar, yuklar to'plami, elektromagnit va ilgich kerak bo'ladi. Xo'p, elektromagnitlar o'zi nima? Qisqacha kirish. Ya'ni elektromagnitlar bu elektr toki o'tganda magnit maydon hosil qiluvchi qurilmalardir. Oddiy doimiy magnitlardan farqli o'laroq, elektromagnitlarning magnit maydoni tokni o'chirish orqali boshqarilishi mumkin. Bu ularni juda ko'p qirrali va zamonaviy texnologiyalar uchun ajralmas qismga aylantiradi. Ular magnitlanish kuchini o'zgartirish, yo'nalishini almashtirish va hatto butunlay yo'q qilish imkoniyatini beradi. Bu xususiyat ularni turli sohalarda, jumladan energiya, transport, tibbiyot va axborot texnologiyalarida keng qo'llashga yo'l ochadi. Hop, elektromagnitlarning asosiy turlari va ularning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, elektromagnitlarning asosiy turlari bular doimiy elektromagnitlar, o'tga o'tkazuvchi elektromagnitlar va impulsli elektromagnitlar hisoblanadi. Demak, bizlarning bugungi ishimiz o'sha doimiy elektromagnitlar haqida bo'ladi. Ya'ni doimiy elektromagnitlar bular tok o'tkazilganda doimiy magnit maydon hosil qiladi. Ular og'ir yuklarni ko'tarish, sanoatda metallarni ajratish kabi sohalarda keng qo'llaniladi. O'tga o'tkazuvchi elektromagnitlar esa meditsinada va MRT apparatlarida qo'llaniladi. Impulsli elektromagnitlar esa qisqa vaqt ichida juda yuqori magnit maydon hosil qilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Hop, kundalik hayotimizda elektromagnitlarning qo'llanilishi. Elektr qo'ng'irog'i, ya'ni eshiklarimizda bo'ladigan qo'ng'iroqlar. Bu esa yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar. Bu esa xolodilnik, ya'ni muzlatgich eshigidagi magnitlar va hozirgi zamonaviy kalkulyatorlar va elektromagnitlik relerlar ko'pdan. Xo'p, endi bu ishimizni dastavval elektromagnitni shtativga qotirib olishdan boshlaymiz. Mana elektromagnitimizni shtativimizga qotirib oldik. Endi esa qulovchi simlar orqali tok manbaining plus qutubidan kalitimizni birinchi qutubga borishi kerak. Kalit ochiq holda turibdi hozir. Kalitimizning ikkinchi polyusidan esa elektromagnitimizning musbat qutubiga boradi. Buning musbat qutubidan yana ikkinchi tomonning musbat qutubiga qarab yo'naltiramiz. Manfiy qutubdan esa manfiy qutublarni birlashtiramiz. Va manfiy qutubni esa oxirida manbaga ulaymiz. Manbayimizni qo'shamiz va ilgichimizni esa asta ildirib olamiz. Mana ildi. Endi esa yuklarni ko'tarib ildirib qo'yamiz. Demak, biz 100 grammdan boshlaymiz va biroz kutamiz. Hech nima o'zgarmadi. Demak, yukimizni qo'shib orttirib boraveramiz. Demak, 200 gram biroz kutamiz. Hech nima o'zgarmadimi? Demak, ulab ketaveramiz. 300 gram, 400 gram, 500 gram, 550 gram, 600 gram, 650 gram, 670 gram bo'ldi. 390 gram, 700 gram va 710 gram bo'ldi. Biroz kutamiz. Va mana uzilib ketdi. Demak,
2 volt kuchlanishda elektromagnitimiz 710 gram yukni ko'tara oldi. Endi esa kuchlanishni 4 voltga qo'yib, yana shu tajribani takrorlaymiz. Hop, endi tajribamizni esa 4 voltda ishlab ko'ramiz. Ya'ni manbayimizni 4 voltga qo'ydik. Tilgichimizni ildiramiz. Hop, avvalgisida 2 volt bo'lganda 710 gramni ko'targan edi. 710 gram ildirib ko'ramiz yana. Hop, ko'tardi. Endi esa 300 gramni ildirib ko'raman birdaniga. Demak, 300 gramni ham ko'tardi. Keyin esa 300 gram ko'tardi. O'chirib turaman. Endi yukimizni yana orttiramiz. Hop, keyingi yukimiz umumiy og'irligi 1360 gram bo'ldi. Endi biroz ko'taramiz. Va mana uzildi. Demak, 4 voltda 1360 gramni ko'tarar ekan. Hop, bugungi amaliy mashg'ulotimizdan natijalar shunday. Ya'ni kuchlanishni orttirdik va ko'proq og'irlikdagi yuklarni ko'tardi. Hop, endi bunga xulosalardan shu ko'rinadiki, elektromagnit kuchi tok kuchiga bog'liq ekan. Ya'ni tok kuchi bu kuchlanishga o'z-o'zidan bog'liq. Ya'ni o'ramlar soni ortishi magnit maydonni kuchaytiradi. Ya'ni biz o'ramlar sonini orttirsak, ya'ni solenoidning o'ramlar sonini orttirsak, elektromagnitning ko'tarish kuchi shuncha ortib boraveradi. Hop, keyingisi esa temir yadro magnit maydonni sezilarli oshiradi. Demak, elektromagnitimiz o'zi temir yadrodan iborat bo'lishi kerak. Elektromagnitlar relay, elektr qo'ng'iroq, kranlar, dvigatellarda qo'llanilishini ko'rdik. Shunday elektromagnitki, tok kam sarflansin, kuch katta bo'lsin, ya'ni ko'tarish kuchi katta bo'lsin. Simlar qizib ketmasin. Siz qanday konstruksiya taklif qilasiz? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman.